Tahririyatimiz tomonidan kuni kecha yolg'on video chiqarishdan kim manfaatdor sarlavha asosida video lavhani efirga bergan edik. Oradan bir kun vaqt o'tib, shu qishloqda yashovchi fuqaro tomonidan qo'ng'iroq qilib, jabrlanuvchi qizni ko'rsatmaganimiz, u hozirda kasalxonada davolanayotganini aytib, tahririyatga bosim o'tkazishni boshladi. Nima masala ayting. Hodisani ustida bo'lganman-da. Yo, siz jabrlanganmisiz? Yo, jabrlanmaganman. Nima aralashyapsiz unda? Tushunmadim. Siz xalq to'ylab chiqayotgan bo'lsangiz. Aynan o'sha jabrlangan shaxs bilan ko'rishdim-ku oxir. Jabrlangan shaxsni aka u nevarasi, farzandimi u jabrlangan shaxs u kichkina bolani nimaga oldik ko'rsatmadinglar uni? Biz kichkina qizni prosta yuzim ko'rinmasin degani uchun olganimiz yo'q. Lekin bizda hodisani ustida bo'lganman-da aka. Xo'p, qarang, siz 3-shaxs bo'lib nimaga aralashyapsiz? Shunga hayronman men. Men qizchani o'ylayapman. Qizcha soppa-sog'ku. Qizcha soppa-sog'ku? Aha. Nimaga davlat chora ko'rmayapti? Qizildan stressdan o'tib kelib, yosh bolani urib yuryapti. Davlat nima chora ko'rmayapti? Yo, sizni hozir batda o'zaro adovatingiz bormi degan fikr shakllanyapti menda. Adovatim yo'q aka meni. Unda nima aralashasiz aka? Sizni kimingiz bo'ladi jabrlangan shaxs? Jabrlangan meni vatandoshim bo'ladi, bitta qishloqdan bo'ladi. Xo'p, ular sizga murojaat qildimi? Yo'q, murojaat qilgan yo'q. Menga murojaat qildi. Sizga murojaat qildimi? Menga qildi. Nimaga ikkinchi taraf? Qani ikkinchi taraf? Kim ikkinchi taraf? Ikkinchi taraf davlat da'vogar bo'lish kerak-ku. Qaysi qonunga asosan, qaysi moddaga asosan? Qaysi moddaga asosan? Aha. Yo'q. Qizilda. Yo'q, xo'p. Qarang, qizilda o'tganiga unga GAI jarima qiladi. Ish turing, qizilda o'tganiga. Unisini GAIga aytasiz, menga emas. Yo'q, bu yerda bitta jabrlangan qiz qolib ketaverar ekan. Qani o'sha jabrlangan qiz? Men sizga qizni kerak bo'lsa videolarini tashlab bera olaman. Men shu ko'zim bilan ko'rgan bu voqeani. Men ham ko'zim bilan o'sha qiz bilan kecha ko'rishdim deyman sizga. Aka, u yetim-ku, u yetim. Xo'p, menga qarang. Hozir buvsini qo'lidami? Buvsini qaramog'idami hozir? Qaramog'ida. Xuddi buvsi qizni nomidan aytgan gaplarini biz tarmoqqa qo'ydik, ko'rdingizmi? Qizni nimaga o'zini qo'ymayaptilar? Qizni shaxsi voyaga yetmagan qiz bola obro'sizlantirib qo'yamiz deb turib iltimos qilgani uchun qo'ymadik. Yuziga narsa qo'yib chiqarsangiz bo'lardi, o'zini gaplashtirsangiz bo'lardi. Aka, sizdan so'rab ish qilmayman. Qiz xohlamadi. Masjidda blogerlik qilganman, Bardankul jome masjidida. Qatta blogerlik qilgan bo'lsangiz, o'zingizni bosib oling birinchidan. Tushunmadim. O'zingizni bosib oling birinchidan. Norasida yetim jabrlanyapti-ku bu yerda. Xo'p, u xohlamayapti, davoyim yo'q deyapti. Nima qilish kerak? Majburlamayman-ki davo qilasam. Yo'q, siz aytyapsiz, ular nohaq chiqarganda narigi taraf yomonlab tashlasiz. Narigi video ko'rgan bolani. Yo'q, men yomonlab tashlamayapman. Aka, kitob. Chora ko'rdimmi deyapsiz unga? Xo'p, qonuniy chora ko'rsinmi deyapman. Chunki noqonuniy video chiqarmagan-ku. Xo'p, endi qarang. Agar siz mana o'sha kimlarnidir adovat tufayli nimadir qilayotgan bo'lsangiz, men ham sizga o'rgatib qo'yaman shu narsani. Ribochlar bilan chiqavering aka, ribochlarga gaplashamiz. Yo'q, zo'rmisiz? Siz bilan, sizda kattasi bilan nima gaplashamiz? Zo'rmisiz shu darajada? Men zo'r emasmi? Ha, unda gaplashaman deyapsiz. Nima deyapsiz hozir? Yo, siz nima ikkinchi taraf yomonlayapsiz? Sen kimsan? Men jurnalistman. Jurnalistsan? Qani, kim isming nima sani? Ismimni bilmasdan turib, bir muomala madaniyati bo'lsa, kim bilan gaplashyapman deb so'raydi. Sanda yaxshimi? Sanda zo'r ekan, ukam. Sanda zo'r ekan, sandirash kim boshladi? Men boshladim. Ha? Men boshladim. Molligingdan o'sha ongi pas. Malades. Shu o'rinda bir savol tug'iladi. Ushbu shaxs jabrlanuvchiga hech kim bo'lmasa, jabrlanuvchi tomonidan hech qanday da'vosi yo'qligini ta'kidlayotgan bo'lsa, unda nega aralashadi? Bizning maqsadimiz haqiqatni ochiqlash, holatga aniqlik kiritish va ikki tarafni ham birdek o'rganib, xalqqa to'g'ri ma'lumot yetkazish. Bizga qo'ng'iroq qilib, qizning ahvolini o'ylayapman degan soxta insonparvarlik ko'rsatishyapti. Bu yerda qizning sog'lig'i emas, aksincha adovat yoki manfaat turibdi. Albatta, bu bizning shaxsiy fikrimiz. Biz jabrlanuvchi fuqaro bilan yana bir marta uchrashdik va holatni to'liq ko'rsatishga qaror qildik. Degan bola bor ekan. Bilmayman uni familiyasini ham, boshqasini ham. Ular tomonidan hozir shunda bizga bosim bo'lyaptiki, nima uchun shu avtoavariyada qatnashgan qizni ko'rsatmadilaring degan gap bo'lyapti. O'shanga sizni hozir chaqirdik, bada hech kim bilan urushmayapti. Hech xafa bo'lmang. Qarang, onangga kirdingman deb, o'tan bolalarim, men o'sha kuni papamani militsiyaxonaga bordim, onangga. Qachon bordingiz? Ancha kun bo'ldi. Men nima deb bordim, men shu tatanag'im kelganini, bunaqa ma'na bolalarim deb aytinglar deb borsam degan gap bermaydi bizga degan. Bir 200-300 odam barmagan qoloqolab, bolam onangga. Bu ham musulmon bada, men ham sizlar ham bitta musulmonmiz onangga.
gap bermaydi degan, bir-biriga gap bermaydi onangiga. Odam buni qo'ymaydi o'tan bola. Hammamiz bitta odammiz. Siz bilan o'sha kuni bo'lib o'tgan voqeadan keyin tan jarohati oldingizmi siz? Yo'q. Hech qanday sinib maydalanib ketmadimi? Yo'q. O'zingiz yaxshi his qilyapsizmi? Ha. O'sha haligi akalarga, tog'alarga nisbatan da'voinglar bormi bironta? Davoyim yo'q. Hech qanaqa davoyimiz yo'q bizniki. Davoyinglar yo'qmi? Yo'q. Davoyimiz yo'q bolam. Ular hozir chaynayapti xolos. Nimaga Yo'q, ular chaynamasin. nimaga Gapi ular yaxshi javobgar bolalar, bo'lmaydi ko'rib degan turib gapni so'zyapti. gapiryapti-da ular. Soppa sog', turmuji sog'. Allohga behisob shukr. Bizni aralashmaslik kerak bolam. Biz o'zimiz savolchimiz o'zimiz qilamiz. Mana soppa sog' bolam. Hech qanaqa aralashmaslik kerak biz xo'jaligimizga. Shaxsiyatimizga ishlab yomon gaplarni qilmasin bolam. Onang gergir bo'lsin. Hech qanaqa hech kimdan biz davoy dostonimiz yo'q. Yaxshi bolam. Turmuji soppa sog'. Lekin uchinchi shaxslar tomonidan aralashib turib, o'sha voqeada ishtirok etgan shaxslarni qamalmaganligidan da'vo qilyapti ular. Shundan da'vo qilyapsizlarmi? Yo'q. Qamalish kerakmi? Yo'q. Mana ko'rib turibman, soppa sog' Soppa misol sog'miz. uchun. Hech qanaqa davoyimiz qamalmasin hech kim. Qamalgan bitta jabrlanmaganmiz bolam. Ular yiqilgan shu bo'lgan boshqa gap yo'q. Mana soppa sog'. Bir kuyatganmiz, ikki kuyatganmiz, uch kuyatganmiz soppa sog' bolam. Nato tinch. Oydamiz, hammamiz yaxshimiz bolam. Endi uni qamatishi hech qanaqa inson bari men urib berayin yo to'tvorib chiqmaydi o'tdan bolam. Bu falokat bu. Endi hech qanaqa gap so'zimiz yo'q. Biz e'tirozimiz ham yo'q, hech qanaqa davo dostonim ham yo'q bolam. Bolam soppa sog' samigilarni qo'ynimda. Shularga hammalarni murzo bo'lsin bolam janidan onang. Mana shunchalar qilib qo'ydi bolam, yaxshi. Hech darshinamiz ham yo'q, gap so'zimiz ham cho'rga biz. O'zingiz yaxshi his qilyapsiz-a hozir, ha? Biz Ha? hammani qilgancha men dod. Zo'rmi? Zo'r. Bo'ldi. Onang. O'qish, yozish, hammasi xotira, miya joyidami hammasi? Rasmni chizib atdilar. Davlat rahbari tomonidan ommaviy axborot vositalari erkinligi, ochiqlik, shaffoflik siyosati ilgari surilayotgan bir paytda ommaviy axborot vositalariga qarshilik qilayotgan bu shaxslar prezident siyosatiga qarshimi? Ba'zi ko'cha blogerlariga yana bir bor ta'kidlamoqchimiz. Ikki tarafni o'rganmasdan har xil videolar tarqatmanglar. O'rganmasdan, ochiqlamasdan video tarqatish bu xalqni davlatga, davlat organlariga nisbatan qarshi chiqishga chorlash. Ko'cha blogerlari haqiqatdan ham xalqparvar bo'lsanglar, holatni o'rganib, aniqlik kiritib, keyin video joylanglar. Kimnidir shaxsiy fikri bilan xulosa qilmanglar. Aspekt 24 jamoasi bu mavzu yuzasidan jurnalistik surishtiruvlarimizni davom ettiramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.